أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم بحرمة من أرسلت رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Endi biz yuqorida nimadan al-muarrab bi adat ta'rif, yani ta'rifdan odatlar bilan tunishtirilgan narsani, yana muarrabni uni bir qator tunib o'tdik. Yani ma'rifini mandaqcha aytganda, o narsaga ilib lam kirsa yoki faqat lam kirgan bo'lsa, annamat o'xshash. Mesela onun imdi batlıdo, mağrib değildo, damında değil digen. Yukarıda bu el-muarrab bi adat tarif digen bu baptın parı olan tok. Hep bir yerde biz el-iptida digen bu bapı keldik. El-iptidare. İbtede eyyebtedi'u. İptida, başlamak digendek lügat mensmişlerken. مبتدأ زيد وعازر خبر إن قلت زيد عازر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل أغ فاعل نغم في أسار زاني وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائض أولو الرشد والثاني مبتدأ وزل وصف خبر إن في سوى الإفراد تبقى استقر ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ضمير مستكن وأبرضنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا. Hem de bir yerde mubtadani bir yerde musannif taksim qilmoqchi da, bu yerda mubtadaniga taqsim qilmoqchi. Mubtadani taqsim qilgan bo'lib, biri bu mubtada ikkiga taqsim topadi deydi. Birisi mubtada bo'lib, uning xabari bo'lgan. Yana biri mubtada bo'lib, uningga xabarning o'rnida o'ldirilgan fa'il bo'ladi. Yani buningda mubtadaun lahu xabarun bu birinchi. Ikkinchi mubtadaun lahu fa'ilun sadda masaddal xabar edi. Birinchi bir mubtada uni faqat xabar var bas. Zaydun qoimun, amrun shoirun va hokazo. İkinci mubtadaki o mubtada uchun fa'il var. Ham o fa'il xabarninki o'rniga kelgan fa'il. Sadda masaddal xabar deb i'rob turilgan chog'da. Demek mubtadaning mana ikki qismi bor. Birinchi nima desak, mubtadaun zaydun va azirun xabar. In qulta zaydun azirun man i'tazar. Mubtadadur zayd ve azirdur ve azirun haberdur. Mubtadadur zayd ve azir haberdur.
Eğer Zeydun azirun men'tazar desen bunun terkibi, bunun nehvi atalğısı neyim buludu? Gramatkilik atalğısı Zeydun mutada oludu. Azirunço haber oludu o deydi. Zeyd özür etken kişinin özrüsünü kubul koğucudur degendek. Bu bunda oludu. Bu kanda bu mutadanın iki kısmının ki birinci kısmı. Hem de İkinci kısmı ve mubtadaun lehu fa'ilun sadde masadlı haber. Mubtadaki o mubtada üçüncü bir fail var. Orunda olduğu bu fail haberinin orunda oturup geldi. Haberinin orunda oturup aldı. Şunun için bunu fail sadde masadlı haber da patladı. Qandaq desa bunun misali qaysi desa va avvalun mubtadaun va sani fa'ilun aghma bi asarin zani. Birincisi mubtadadır. Mesela asarin zani degende sarin bu sıfat mubtada oldu. İkincisi zani bu fail sadde mesadlı haber oldu da haberinin orunda olduğu. Sarin mubtada, zani bu haberinin orada olduğu bir fail oldu. Onun ismini fail sadde mesadlı haber değildi. Demek mubtadaның iki kısım buludu. Biri mubtadaun lehu haber, ikincisi mubtadaun lehu fa'ilun sadde mesadlı haber. وقس وكاستفهامٍ النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. وقياس قدم başkası. Esarin zaniga demek esarin zani de çok bir yerde istifham sarin noktada zani fail sadde mesadlı haber. Yani bunun okşuğa başka kandak bir sübet kelip ona istifhamga yönönüp kegen bolsa onun özüne mubtada dep onun keyingisini sadde mesadlı haber desan buludumuşna kıyas kılıvergen dedi. Vakastifhamin nefi. Enamda meyada misalni istifham bilen kelgen mubtada fail sadde mesadlı haberlen yana bu istifham bilen kelgen misalni bad. Hem şunu istifhamı o'xshashtir nepi deydi. Eğer harf nepiga bu sifat yo'linib kip qolib qolsa, yana onun o'zinicha avval qismini mubtada deb va ikkinchisicha fa'il sadda masadli xabar desak bo'ladi demoqchi. Va ba'zi durusib qolib qoladi faizun ulur rashadning egisi. Faizun ulur rashadni buni o'qishim durusib qoldi. Demek vala istifhamı görenmedi, vala nepi görenmedi. Hiç kandak onunla nepi ve istifhamı görenmezden ve onun şartlarına geçmezden, şartları onunla toluklanmazdan bazıda bunda olup birincisi yani sübhat mubtada olup onun keyinki kelgen isim yani haberinin orunda kelgen fail mu bazı ahvallarda kip qilib qoladi deydi. Mesela onunla bu yerde deniz bunu misallarga belki cehdet bir kesek. Bunu misal nahnu ultumayla mesela aqaimun antuma degandek mesela onun da başkaça hemen marif istifhamga yo'linib kelganlar bo'ldi. Ma qaimuz zaydani harf nepi yo'linib kelgan sifat bo'ldi. Avval qisi mesela zaydun azir mana tazar şu an bunun mubtada vasf bo'lmadi. Nima mubtada vasf bo'ldi. Özran mubtada vasf sifat olmadı. Mubtada ism jamid oldu.
Zeydun azirun degende Zeydun mubtada oldu. Onu da o sıfat olmadı o. O sıfat olmadı. İkincisi mesela esarın zane degende bu yerda hamza istifham uchun kelgan bo'ldi. Sarincho bu mubtada oldu. Zani fa'il sadr masadli xabar oldu. Bunga masalan uni o'qishni ham sinab qiyos qilindi ekan. O'qish qaysi desa, yana har qanday vasf istifhamga yoki nafiy tayinib kelsa, onun özümçü birincisi mubtada ve onundan keyingisi yani sıfat mubtada ve onundan keyingisi fail sadr masadr xabar boludu demekçi. Aqaimuz zeydani ve ma qaimuz zeydani degan söz. Eğer bir adam bu sıfat bu istifhamdan nepi tayanmaya kalsa o sıfat mubtada olamaydı. Bu endi İmam Ahbaş hariç Basrilik ulamalarınki göz karşımış şu. والثاني مبتدا والوصف خبر إن بسوى الإفراد تبقى استقر. Enbiya'da ikincisi mubtadadır. Ve şu sıfat haberdir. Eğer mufratning başqısida bir-birisiga bu sıfat xabarga mutobiq kelgan holda bu bir-birisiga mustaqir muqimlashib qolib qolsa, agar muqimlashsa shu nima sifat xabar bo'lgan sifat mufratning boshqasida tasniy va jami kelgan chog'da mana bu yerda biroz chekib gap bor, buni ayta qattiq qilmoq lozim. Mufratning boshqasida bo'lganda bunday bo'lsa mufratning boshqasidagi masalan tasniy yoki jami bo'libdi. Agar mufratda bir-birisiga mutobiq qilib qolsa aqoimun zaydun bunday qilganda bu ikki vaji durust. Eğer qanday bo'lib qolsa sifat fa'illan bo'lsa ya nim bo'ladi sifat fa'illan bo'lsa aqoimun zaydun degan o'xshash. Bu ya bu sifat qoimun degan sifat bu nima uchun zaydun degan shu fa'il sadr masadli xabarga ya ifrod jihatda ya tasniy jihatda ya jami jihatda bir-birisiga mutobiq kelgan bo'ladi yoki mutobiq kelmagan bo'ladi. Bu ish qism bo'ladi. Bu mutobiq ifrod va tasniy jami jihatda bu sifatninki fa'illan mutobiq kelgani bu ish qism bo'ladi. Mamnu va joiz deb qo'ydi. Masalan, uyg'un kelgani ifrod jihati uyg'un kelgani qaysisi aqoimun zaydun degan o'xshash. Buningda ikki vaji bor. Bu sifat mushu mubtada bo'lgan sifat fa'illan bo'lgan fa'ilga yana kim bo'lsa ikkisi mutobiq bo'lsa ammo ifrod jihati mufrat bo'lgan chog'da buningda ikki vaji bor edi. Aqoimun zaydun degan o'zida ikki vaji bor. Biri bu mubtada desang bo'ldi qoimun degan sifat. Onundan keyingini fa'il sadr masadli xabar desak mayli. Aqoimun zaydun degandiki qoimun mubtada deb onundaki zaydun fa'il sadr masadli xabar desak bo'ladi. Mana bu sifat mubtadaga nima qilib qolsa yoki vasf fa'illan bir-birisiga moslashib qolib qolsa, masalan tasniylik ifrotlik tasniylik jamilik holda. Ammo u hozir keltirgan misol ikki bir-birisiga mos kelgan misoli. Bu bunday mos kelgan bo'lsa, ifrotlikda mos kelgan bo'lsa aqoimun zaydun o'xshash buni ikki vaji bor. İkisinden birisi bir sifatki qaimun mubtada bo'lish va undan keyingisi zaydun fa'il sadr masadl xabar xabarning o'rnida kelgan fa'il bo'lish. Bu bir vaji. İkincisi endi undan keyin kelgani mubtadai muaxxar bo'lish. Nimadan keyin kelgani sifatdan keyin kelgani yani zaydun mubtadai muaxxar bo'lib bu sifat xabar muqaddam bo'lish. Qaimun xabar muqaddam, zaydun mubtadai muaxxar
Mundaq qilish, bo'lmaydi ikki i'rob bor, ikki xil o'qilish bo'ladi deydi. Qachon desa, bu sifat fa'ildan bir-birisiga ifrodan av tasniyatan av jam'an bir-biriga mutobiq bo'lsa, bir-birisiga uygun kelsa. Sifat mufrad bo'lganda, fa'il mufrad bo'lsa, agar sifat tasniy bo'lsa, fa'il tasniy bo'lsa, aqaiman zaydani deydi. yoki sifat jami bo'lganda, u fa'il mufa'il sifatida xabarchi, u jami bo'lsa, aqaimuna zayduna degandek. Buningda ikki vajhi bo'ladi, ikki xil o'qish bo'ladi. Buning sifatni mubtada desak bo'ladi, qaimundagi. Uningdan keyin kelgan ism jami zaydni fa'il sadmasadu xabar deb bundaq i'rob qilsak bo'ladi. yoki ikkinchi i'robda bunicho bu sifatning keyingi zaydunni mubtada muaxxar deb bu qaimunni xabar muqaddam deb bundaq i'rob qilsak bo'ladi deydi. والثاني مبتدا وزل وسط خبر إن بيسوى الإفراد تبقى استقر degan shu. Beytning mazmuni shu. Ikkinchisi mubtada bo'ldi, qoimun zaydni mubtada, ay sifat xabar bo'ldi qoimun masalan. Agar qanday bo'lganda deganda mufradningki boshqasida bir-birisiga mos kelishda, tibqan bir-birisiga masalan mutobiq kelishda muqimlashib qolib qolsa. Qachon mufradning boshqasida. Ama hozir biz bergan misol, biz mufradda qoimun zaydun degandek. Eğer mesela ikkinchisi tasniyda mutobiq bo'lib qolibdi. In bi sival ifrodi tibqan istaqarga shu. Mufradning boshqasiki tasniyda qanday bo'libdi? Bir-birisiga mutobiq bo'libdi. Mutobiq bo'libdi yoki faqat mutobiq bo'lmabdi. Bu sifat bilan bu og'iz kelgan fa'il sadmasada xabar tasniylik ya jamilik holaticha ifrat ve tasniy jamiylik holatda bir-birisiga moslashmabdi jihatda. Ya bunda oldu, mutobiq kelmagan bo'ldi. Agar ikkisi tasniylik jihati mutobiq qilib qolsa, aqaimani zaydani degan o'xshash. Mana bunada ilham istifham bo'ldi. Qaimani dedik. Bu nim bo'ldi? Bu sifat oldu. Az-zaydanicho bu fa'il sadmasadil xabar oldu. Yani bu ikisi tasniylikda fa'il sadmasadil xabar bu mubtada bo'lgan sifatga mos keldi. Bunda bo'lsa yoki jamiylikda uygun kelibdi. Masalan, ele misolda bu ketgandek aqaimuna zayduna demişiz. Bu vaqt qanday qiladi? Sifatning keyingi narsa, yani az-zaydani yoki az-zayduna ama ism jamid mubtada bo'lgan. Sifat xabar muqaddam bo'ldi. Nim degan in pisval ifrodi tibqan istaqar deganda, mufradning boshqasida muqim holda bir-birisiga moslashganligi muqimlashib qolmasa, mustaqil bo'lgan bo'lsa, qanday qiladi? Ikkinchisi mubtada, yana xabar mubtada muaxxar, u sifat xabar bo'ladi degan. Aqaiman zaydani yoki aqaimuna zayduna degan masalan. Endi onundan başqa faqat mutobiq bo'lmabdi. In pisval ifrodi tibqan istaqar deganda, bunda tasniylikda bir-birisiga mutobiq bo'libdi. Mutobiq bo'lsa mana shunday qilish. Yoki jamiylikda mutobiq bo'libdi. Aqaiman zaydani yoki aqaimuna zayduna degandek. Onunda o sifat xabar muqaddam bo'lib, nimicho, ikkinchisi mubtada muaxxar bo'ladi. Bu gap aniq bo'lgan bo'ldi. Agar ham bu tasniya jamiylikda bu sifat bilan fa'il sadmasadil xabar bir-birisiga faqat mos kelmabdi. Sifat mufrad bo'lsa, buningdan keyingi fa'il sadmasadil xabar tasniya bo'lib qolibdi, yo jami bo'lib qolibdi, yo aks bo'lib qolibdi. Masalan, u uygun kelmabdi faqat. Uygun kelmagan bo'lsa, u uygun kelmaganlikning o'zi bir-biriga mos kelgan bo'lsa, qanday desam, aqaimuna zaydun degan yoki aqaimani zaydun degan. Mana bu sifat tasniy
Onundan keyingi fa'il sadr masadr xabarcho mufrad. Qaymuna Zeydun deganda fa'il bu sifat jam'i. Zeydun fa'il sadr masadr xabar bu mufrad. Mayna bir-birsin maskama qilib qoldi. Va illam nima in fi sival ifradi tibqan istaqar degan shu. Manda maskamagan chaqda qanday qiladi degan bu ham ikki qism bo'ladi-da. Bu ikki qism bo'ladi. Qandaqki buni yuqorida misolda aytildi. Ama mumtani bo'ladi va durust bo'lgan bo'ladi. Ikki qism bo'lgan bo'lib, bu birisi birinchi qismi faqat buning tarkibi bundan iborat surish faqat bo'lmaydi. Xato bo'lgan bo'ladi. Yana birisi o durust bo'lgan bo'ladi. Masalan, mumtani bo'lganda misol qaysi deganda faqat bu bir-birisiga mos kelmaganda, bir-birisiga mos kelmagan chog'da bundaq mumtani bo'lganda misoli aqaimani zaydun. Aqaimuna zaydun. Bu tarkib durust emas normal. Jaiz bo'lganda misoli aqaimuz zaydan va aqaimuz zayduna. Sifat bo'ldi buningda mufrad bo'ldi. Yani mubtada bo'lgan. Buningdagi fa'il saddi masadil xabar tasniya jami oldu. Masalan, bu vaqt uchun bir sifat mubtada bo'lish qiltay topdi bas. Qaimun mubtada va uningdan keyingi az-zaydani ya az-zayduna olgan bu fa'il saddi masadil xabar bu men bo'ladi. Mujnaq xabarning o'rnida kelgan, o'rnida o'tirib olgan fa'il bo'ladi. Onundan başkası her göz bu yoki mubtada sifat mubtada ya o xabar yoki sifat xabar muqaddam onun mubtadadan axir buna deyilmaydi. Bu faqat ikki cheklandi, mumtani bo'ladi, joiz bo'ladi. Qachon bu sifatlar fa'il sadr masalan xabar bir-birisiga mos kelmasa, faqat mos kelmaganda ifrod tasniy va jamiyat jam'iy jihatda bir-birisiga mos kelmaganda uyg'unlashmagan chog'da bu ikki qism bo'lgan bo'lib birisi faqat memnu bu tarkib olmaydi. Aqaimani zaydun ve aqaimuna zaydun. Bu faqat durust emas. İkincisi durust. Aqaimuz zaydani ve aqaimuz zayduna demiş. Bunun da bu sifat faqat mubtada bo'lish bo'ladi. Sifatdan keyingi zaydani yoki zaydun degan bu tasniy yoki bu jam'iy bo'lgan bu ism jamid vaqtda fa'il sadr misal xabar bo'lishi tayinda bo'ladi. Onundan başka vecihi yok deydi. Hoş, mavi müşnara bolsunun bunun bek çöküp kessek, bek çeşip girganda kıldı. Hoş, emdi bu varafa'u mubtada'en bil iktida kezaka raf'u haberin bil mubtada. Emdiyede mubtada ve haberdeki amil qaysi deydi. Mubtada ve haber. Mesela xabarning pisho qilishi omil mubtada sababkan. Xabarning pisho qilishi pisho qiluvchi uning omil nima ekan? Mubtada pisho qo'yilgan. Endi mubtada nima pisho qo'ydi deganda, o mubtadani pisho qiluvchi omil ma'naviy, omil lafziy emas. Masalan, biz tandan o'qiydik muxtasarat deb muxtasarat deb kitob bo'lgan. Şu kitabın o'zida al-avamilu bin nahvi da jurub başlab al-avamilu bin nahvi lama alafa Şeyhul Fazıl Jurjani sakallahu sarahu ve calcanit miyatu amil da jurub 100 amil da bunun 100 amilini sanab şu ikisini o'qandaq fil muzarininki rafi o'qilishi de rafi o'qilishi sabab amil ma'naviy muzari kishi qiladi. Ben birga mubtadani pisho qo'ydigan narsa bu ibtido omil ma'naviy deb qolg'indi omil labziy bu ikkisini omil ma'naviy deb shu 100 omil deb xoloslagan bizim turasi shunda bir maslak mashallah shundoq mufid foyda kitoblarimiz bo'lgan. Buning o'zida demak shu gapning davomi ham ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. Bu nahvi ulamolar qanday qildi? Mubtadani ibtido bilan rafi qildi. Shunga o'xshash xabarning rafisi mubtada bilan. Ele degan gapni o'zi. Demak, bu
İmam Sibvey ve Basrilik ulemalarının köpüncüsün göz karışmış. Mubtadani haberini mubtada rapi koydu. Mubtadani amil manevi olan iktida o rapi koydu. Degen bu Basrilik ve kim İmam Sibvey göz karışmışlar. Demek mubtada derken iktida ile merfu, haber mubtada ile merfu. Mubtadadaki amil manevi diyen bir gap var şimdi. Hem de vel haberul cüz'ül mutimul faide kallahu berrun vel eyadi şahide. Haber o bir cüzüdür. Neyin o cüz? Haber bir cüz. O kalamdan bir parçası haber gelir. O paydı tamamlayıcı bir paydın tamam kutlayıcı. Allahu berrun vel eyadi şahiden. Allah berrun genço muhsinun li ibadihi ev muninun li'ibadihi muhsinun li'ibadihi Allahu muhsinun li'ibadihi bergen muhsinun li'ibadihi Allah öz bendisi ihsan kılıyor. Vel ayadi şahide ve kollar hazırdır. Ayadi yetmence misma. Bunun bu kol eves bunun nimet maksat kıldı. Ayadi de nimet hazır. Allahu berrun vel ayadi şahide. Allahu mubtada berrun haber. Bu yer bu berrun bu haber oldu. Allahu berrun degan bir kalamninki bir cüz'isi oldu ana. Bir parçası. Bir paydalını tuluqlab badam. Allahu berrun Allahu muhsinun li ibadihi. Degan qo'shish. Vel ayadi şahide onu şundak o nimetler hazır olsun. Şahide bu haber hem bu kalamның bir parçası. Paydalını tuluqlab bayit oldu. Bunun da biraz tarif, biraz da cami olmayan bir yeri var. Bunun da Musannif İbn Malik bu haberine tarif etti. El-cüz'u el-mutimul faide. Ama ona ise mesela buna fail mi kip kılıdı? Fail andaga mesmu Kama Zeydun degan bunun o'xshimda e'tiroz kelib qoladi. Buni da uni bir xil e'tiroz lozim kelib qoladi. Bunda Kama Zeydun degan so'z. Buning uchun val xabarul juz'ul mutimmu al faidatu demek lazım bunu da. Ve haber tamam bugün ketmeylik. Kama Zeydun o'xshash masalan bunu da kip kaldığı demek. Bu haber olgan bo'ldi. Haber deydi bu haber emas Kama Zeydun deganda. Kama Zeydun Zeyd haber emas. Ama bu kalamdan bir partisi olgan bo'ldi. Faydını tamamladı ama haber emas. Bu bir fail. Bu bunu mu kip kap kaldığı mana? O mu bir kalamni tulg'ab qo'ydigu degandek bunday bir e'tiroz yetib qolib qoladi-da. Asli ta'rif degan ne? Muarrabning o'zgul o'nch bo'lishi kerakdi. Muarrabdan chiqasi bo'lmaydi. Mayada endi bu muarrab faqat xabarninki uzula. Buningga hozir bu ta'rif xabardan bosh qo'ygan avo qoma Zeydun degani uzdimi? Bu mana bu Zeyd xabar olmay turib, fayl olgan turuqliq bir faydini to'liqlab qoldi degan e'tiroz kelib, bu yerda bu qanday qilyapti deganda bu muarrabning boshqa yani xabar o bir muarrabdi. Muarrabdan boshqa
o pil payil bu mu muharrefin qatarı kirip kap kaldı, haberin qatarı kirip kap kaldı. Kirmesi olması gerekti. Tarif boğan ekan. Bunu da asıl deyilgen bolsa innehu cüz'ül muntadimu minhu me'al mubtedai cümleten degan boshlanacak şu olarak. Tamam bu hem muşuna qarak. Buna bakma çıkıp ketmeydi. Bu muşuna qarak tutulsun. Hem de tevengide bu hem de haber hakkında kepeci oldu. Haber. ومفردا ومفردا في ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. Demek haber mufred taksim tapıdı ve cümle taksim tapıdı deydi. Keledu haber mufredu keledu. Ya'til haberu mufreden ve ya'ti el haberu cümleten demek. İşte keledu haber mufredu keledu ve keledu haber cümle keledu. Eğer nim bolsa muşuna bu kesen qanday bo'lsa masalan xabar ishga taqsimda bo'lgan bo'ldi mufrat va jumlaga mufrat o'g'ini bu keyin nima qilaylik jumlada masalan jumla o'zi qanday qiladi jumlada e, jumla bo'lganda xabar jumla kelganda masalan u yo mubtadoning ma'nisini o'z ichiga olgan bo'ladi yo o'z ichiga olmagan bo'ladi mubtadoning ma'nisida ma'noda mubtado keladi xabar yo qandoq bo'lmagan bo'ladi. Eğer ma'noda mubtado bo'lmay qolib qolsa, uni mubtadoga bog'laydigan bir nimadan bir nimadan lozim, robita, bir bog'lovchi lozim. Haviyatan ma'nallazi siqat lah degan shuni uchun. Masalan, u robita mubtado qaydadigan, masalan, zimir bo'lgan bo'ladi. Zaydun qama abuhu deganda. Abuhu nim bo'ldi? Bu Zaydun mubtada. Qama مثلا بيل قام أبوه قام بيل أبوه مضاف مضاف إليه فاعل أنا ديگه قام أبوه همisi cümle haber. Qaysining Zaydniki. Zaydning cümle haber. Mana bu shu xabar uchinchi mubtada uchinchi haydalgan keladi u xabar keladi xabar mufrat keladi va keladi xabar jumla keladi. O'z olgan holatda Müştemil olan öz çıkan alette bir mubtadanın ma'nisiki haydaldi nemini u cümleni u mubtada uchun. Zaydun qama abuhu degan o'xshash. Masalan, bu yerdagi abuhu degan zamir u mubtada qaytida. Bunda mubtada qaytadigan ma'noni o'z chiqqan holatga keladi deydi. Qachon jumla xabar bo'lsa. Özren bu haber cümle olsa, mufrat olmayan cümle olsa. Ha? Ve ondan başka mesela bazı mubtadaga mudakalık işaret edip gelip değildi, mubtada tehrat edip gelip değildi, mecna kuludu. Kanda kuganda haber cümle kese. Rabıta meyda mubtada balayga rabıta bir ne çıkılan buldu. Rabıta ya zemir oldu, ya o mubtadaga olan körüspürgün işaret oldu. Yoki mubtadani o'z labs bilan takror topgan bo'ladi. Al-haqqatu mal-haqqa degan o'xshash. Mubtada qaytaga ishorat bo'ladi. Masalan, va libas taqvo zalika xayr degandek bunday jiq buniki bir necha mubtada qaytagan robitlar bo'ladi. Endi ومفردا وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. Eğer boğun olsa o cümle
va in takun degan takun ay jumla ay mubtadaga ay mubtada olsa ma'nada. Agar bo'lmasa ay jumla ay mubtada bo'lmasa ma'nada. Kifoyalanadi nima? Ay mubtadacho ay jumlalik kifoyalandiki onunga bir rabit ketmaydi bog'laydigan. Mubtada qaydadigan zamirdan yoki ism ishoratdan yoki mubtadaning labsini takror tepishidan iborat bunga o'xshash bir mubtadaga bog'laydigan rabit bo'lmasin bo'ladi. Qachon qaysi vaqtda agar u jumla u mubtada olsa ma'noda kifoyalanadi o mubtada cümlelik kifoyaligi ona hech qanday zamir u bu ishorat rabit ketmaydi. Masalan nutqi Allohu hasbi va kafada. Mening so'zim Alloh mening kifoyamdir deb. Nutqi mening so'zim Allohu hasbidir. Allohu hasbi mening so'zimdir. Mana bu bir-birisini bu jumlacho nutqi muzaf muzaflar mubtada. Allohu hasbi bu jumla xabar masalan. Allohu hasbi cho jumla xabar. Bu jumla ay nutqi degan ma'noniki mubtadani ma'nan o'z ichiga oldi. Mening nutqim Allohu hasbidir. Allohu hasbi mening so'zimdir. O'z ichiga oldi. Bu vaqtda nutqi vallohu hasbi deyish ketmaydi. Va kafa. Va Allah meningki kifoyamdir degan. Masalan, qachon bu jumla ay mubtadaga o mubtada olsa, ma'nan jumla mubtada olsa. Jumla xabar masalan, ma'nidicho mubtadaga mubtadaning ma'nisi bo'lsa edi deganda. Vaqtda rabitiga aloqa qilmaydi deydi. والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ضمير مستقل. Enbiyada yuqorida xabar jumla haqida gaplashgandik. Xabar mufrad bo'lib keladi va xabar jumla bo'lib keladi deb. Xabarning jumla bo'lib kelganligi u qanday qiladi bo'lsa, ma'noda ya mubtada bo'ladi ya bo'lmaydi degandek. Agar mubtadada bo'lmay qilib qolsa, mubtadada ma'no bo'lmay qilib qolsa, rabitun lozim deganani. Onu bir qator deb o'tgan. Rabitun lozim. Bu rabita ya zamir bo'ladi, mubtada qaydadigan yoki ism ishorat bo'ladi, ya mubtadaning labs takror bo'ladi degandek. Agar ma'noda mubtadaning o'zi qilib qolsa xabar, bu rabitga muhtoj bo'lmaydi degan. Masalan, amma yada u mufrad cümlummal bu haber cümlummal mufrad ve mufradu camidun farigu ve in müştakka fahfuzu zamir mustakil. Hem de bu haber ki mufrad olan haber hem camid olan haber farigdur. O mufrad camid tuttu ya müştak tuttu. Mufrad camid mufrad bu haber mufrad camiddir. Camid olan mufrad farigdur. Yani zemirden halidir. Ve in yüştak. Eğer o haber müço ama eğer iştak müştak kılınsa süpet olsa o haber mufrad o vakta yüşürün zemir neksidir dedi. Mesela bu vakta haberinin cümlet kelgeli kadar ilgili beytta tushunch berildi. Endi mufrad o'g'anda qo'lda deganda mufrad bu xabar mufrad o'g'anda mufrad bo'lib jamid ya mushtaq o'g'anda. Agar jamid o'sqanda qo'lda deganda zamirdancho xoli farig zamirdan bo'sh bo'ladi. Zamirdan bo'sh bo'lganligini musannif deb o'tdi. Zaydun axuka deganda. Yani axukcho bu xabar nim bo'ldi deganda bu
xabar cümle bir yerde mufret oldu. Cümle mufret oldu. Camit oldu. Camit oldu. Bu vakit zemirden uzak olmuş gerek. De, zemir yok oluş gerek. Buna bazı itiraz kılanı bakken. Aslında Kisai, Rumani degandek. Ve bir cemaatin bir yakın zemir ba. Zeydun ahuke huwa dildo degandek. Demek haber mufret camit olsa zemirden parık doğru zemir kemmeydo. Ve iştakka fehuve zu zemir mustakil. Eğer o haber mufret müştakil kıpkası. Türlündüğün bu kıpkası zeyd kaimun degandek. O vakta o haber mehbi bir yüşrun mustakin genço mehbi bir zemir ne istiyor? Zeydun kaimun degandek kaimun tigil zemir var. Ay huwa diyen burada zeydun kaimun huwa degandek. Tamam. Demek hem de bu musannif tilgağın yukarı bayanatın xolası camit qanday qiladi mutlaqo zemir bo'ladi jamda ko'piylikni qarshida ammo basiriylikni qarshida faqat zemirga nas kelmaydi deb lekin lam buni mushtaq tavil berilsa shu shunaqa bo'ladiki u vaqt zemir ba bo'ladi deydi وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا hem de bu haber muştak. Mesela qanday xubdi turlangan xabar zaydun qoimun o'xshash bu shu mubtada uchunlikla mubtadaning ustida iqish topsa u vaqt qanday qiladi zamir unida maxfiy bo'ladi zaydun qoimun degan o'xshash nima degan bo'ldi asli zaydun qoimun huva degan bo'ldi agar uni bu mushtaqninkin zaydun qoimunninkin huva va o'qishni keltirsang masalan imdab huwa zaydun qoimun huwa zaydani qoiman huwa huma hum hunna u bu degan o'xshashlar va abriza nim dedi bu yerda va abrizanhu uni mutlaqasa oshkor qilgan zaydun qoimun huwa deb oshkor qilgan ay zamir mustaqilni mutlaqo mutlaqo degani bunodan iltibos amin bo'lsa yoki bo'lmasa degan bir qayd bormi ona libsdan yana iltibosdan amin bo'lsin yoki bo'lmasin buningda mutlaqo oshkor qilgan haysu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala oshkor qilin u zimini mutlaqo mayli iltimosdan amin bo'lunsin mayli bo'lmasin bir joydaki agashdi narsaki uning ma'nisi u mubtado uchun masalan u nima bo'lmabdi hosil bo'lmagan bo'lsa mubtado uchun hosil bo'lmagan narsaga agashgan bo'lsa nima u zamir uni mutlaqo oshkor qilgan deydi masalan iltibosdan amin bo'lganni misoli qanday degani zaydun hindun zaribuhu huva buningda iltibosdan amin bo'lgan iltibosdan amin bo'lgani zaydun hindun zaribuha huva bu yerda tabiiyki zarib nim bo'ldi hind bo'ldi-da zayd hind u hind urg'uchidor degandek bu ha
Bu yerde bu zaribun isim fail olan bulup, isim fail özünki nemizge fiilden emilini kılgan bulup, bu bunun fail olan ha zemirini buna izap kılınıp ver. İzap kılındı. Zeydun Hindun daribu ha huve degende bu ha tabii ki Hindun makçı. Hayda Hindu qaytır. Bu iltibasın emin boğan. Em iltibasın emin boğanı çoğusu Zeydun emrun zaribuhu huve. Zeyd emr u Zeyd urguşdur u emr. Ya ki u emr u urguşdur u Zeyd. Onu da kaysi zarib qaysi mezrup eni xuma qilib qoldi. Zayd zarb bo'ldimi yoki amr zarb bo'ldimi? Ya Zayd mazrubmi, amr mazrubmi? Buningda iltibos o'qishib qilishdan amin bo'lmaganlik uchun bu yerda qanday qilish kerakligini zimirni mutlaq keltirish kerak. Agar zimir bu yerda iltibosdan amin bo'lsa, u keltirmasin bo'ladi. Agar iltibosdan libsin emin bulanmaya kapıp kalsak o vakitte qanday qiladi zimirni oshkor keltirildi deydi. Bu ko'piylikning ko'z qarashi kana ammo basirlikning ko'z qarashicha bu zimirni ikki holatmizda oshkor keltirilish vojib. Mayli iltibosdan emin bo'lsin zaydun hindun daribuha huwa deymiz yoki emin bo'lmasin zaydun amrun daribuhu huwa deymiz. Emin iltibasın emin bolsun, yakıb olmasın, basır yüklerinin karşıda işkiyle onda zimirden aşkar keltiriş vacip deydi. Bunu koyan delil nimese ve abrizenhu mutlaka bunu zimir mutlak aşkar keltirin yani savaun uminel lebsu ev lem yu'men demekçiydi. Yani kopilikler deydi o kandak eğer zimirden iltibasın emin bulunup kapıp kalsa bu iki xil o'qishtirish so'zlagan. İltibasın emin bulunsa, iki xil o'qishtirish so'zlagan. O ismisi Zeydun, Hindun, daribuha huwa. Eğer ipta qilsak, huvani keltirsak bo'ladi. Zeydun, Hindun, daribuha huwa. Eğer xohlasak, uni keltirmasak bo'ladi. Keltirsak bo'ladi. Eğer iltibasınca qo'rqinib qilib qolsa, vaqtda o zimirni qat'iy keltirish vacip değil mi? Ee, mesela nima deganda Zeydun emrun daribuhu huve degan. Eğer zimirini keltirib keltirmay qolganda bu zarbning faili Zeydmi yoki zarbning faili emrmi uqilmay qoldi. Bu vaqtda biz bu zamirni keltirsak Zeydun emrun daribuhu huve desek Zeydninki tabiiy fail ekanligi o muayyan bo'ladi. Şunu bana bir yerde bu zimirni keltirildi eğer qanday qilganda iltibosdan biz emin bo'lolmasak da. Eğer iltibosdan emin bo'lsak keltirsak bo'ladi. Keltirmasak bo'ladi. İltibosdan emin bo'lolmasak keltirish lozim. Ammo va abirzanhu mutlaqo. Ama basirlik olmana karşıda mutlaqo zimirni keltirish vacip değil. Meyli iltibosdan emin bo'lsin, meyli emin bulunmasin. Bu basirlik ulamalarının göz karşıydı. Bugünkü dersimiz müşahede olsa inşallah kalıp devamını evet devam sürüklesek ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin.